Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kanalimizga obunachilari 85, 86, 87 stoykada Sankt-Peterburgdan Toshkent yo'nalishi bo'yicha Aeroflot kompaniyamiz 23 kilometrga cho'nqilar ushunay bilan uchadilar. Mana akalarimiz o'tkazib oldik. Assalomu alaykum akalar. Zo'rmisizlar? Qani ta'sirotlar qanday? Muammo yo'qmi? Muammo bo'lmadi. Sizda-chi aka, sizda bormidi? Bizda dokument yo'qda. Aviasopanga kattakon rahmat. O'zlari kutib, o'zlari ichkari kirgizib qo'ydi. Sizlarga ham Mendan rahmat. kattakon rahmat, ishonch uchun. Akalar, sizlarga ham tog'alarimiz ham dokument yo'q, ko'pchiligida yo'q. Bir xilini video qildik, bir xilini qila olmadik. Aziz yurtdoshlar, bemalol telefon qilaverasiz. Aviakassa Surxon tanlovda adashmang. Yana bitta variant, dokumenti yo'qlari diqqatiga. Aeroflot kompaniyasida bezbagacha variantni olsangiz, mana bunaqa holatda vaqtingizni yo'qotib kutib o'tirmaysiz. Muddatidan oldin sizni ajdanaga kiritish imkoniyati bor. Bezbagach variantda Aeroflot kompaniyasida faqatgina. Akalarimiz chiroyli o'tkazdik. Aviakassa Surxon tanlovda adashmang.